Ota-onani burchi-ku farzandini katta qilish, o'qitish, tarbiya berish, kiyintirish, to'g'rimi? Moddiy bu ta'minotni ota-ona katta bo'lib voyaga yetguncha ota-ona bajarish kerak. Kerak bo'lsa bir xil ota-onalar uylantirib ham qo'yish kerak. Endi tasavvur qilyapsiz. Ona o'zini farzandini qarz qilib qo'yish yo'li. Kelinga mashincha sarpo qilindi, sut puli to'landi. Mamlaqa to'yingda mamlaqa xarajatlar bo'ldi, bu bo'ldi deb spisk qilib, mashincha bugungi kunda menga qarzsan deb onalar ko'rsatib turadi. Bor ekan shunaqalar ham. Men hayron bo'lib qoldim. Vechniy qarzdor qilib qo'yish. Yana u qarzini eslatib turadi. Bo'ldi, qarzsan deb bir marta aytmay, qarzini eslatib turib, kerak bo'lsa o'sha o'g'lidan, misol uchun o'g'li bir yig'ib, terib, amallab bir mashina olgan bo'lsa, o'g'lidan aldab-sildab o'sha mashinani oladi-da, ehtiyojlarini qondirish uchun. Bermayman mashinani, chunki qarzing bor, o'sha bilan biza hisob-kitob qildik deydi. Yoki yana shuncha berishing kerak, mashinang menimcha turar ekan deb hisob-kitob qilib yuradigan onalar ham bor. U yana u holi bir xil onalar bor ekan, uyga o'g'li kirib kelyaptimi, ko'cha uylangan, katta erkak kishi uyga kirib kelyaptimi, agar kirib kelganda taksi qo'yib qo'yishadi. 200 mingmi, 300 ming pul olib kirib onasiga bermasa, uyda u bolani o'sha kuni qadri yo'q. Uni mensimaydi uydagilari, hech kim unga ovqatiga ham qaramaydi, issiq sovugiga ham qaramaydi. Onasi boshqa uy a'zolariga hatto aytib chiqadi. Bunga vashsi itdek munosabat qilinadi. Bu arzimaydi sallarni berayotgan ovqatingga ham. deydigan onalar ham bor ekan. Hani qanchalik darajada bu nevrotik ona hisoblanadi. Qani bu yerda mehr muhabbat? Qani bu qadrlash? Qani bu yerda g'amxo'rlik? Yo'q bunaqa narsa. Yo'q, faqat bozor iqtisodiyoti oilada. Undan keyin bunaqa erkak kishi katta bo'lgandan keyin qanaqa inson bo'lishi mumkin? Qanaqa xotini bilan qanaqa muloqot qilishi mumkin? Onadan xafa. Onadan juda xafa. Lekin xafaligini ham hatto o'zi bilmay tan olmaydi. Ong ostiga kirib ketgan, singib ketgan tanasiga xafagarchiligi. Lekin uni onasiga to'g'ridan to'g'ri men sizdan xafaman deb ayta olmaydi ham, o'zi ham sezmaydi. Sezsa ham uni boshqa narsalarda ko'radi. Ishidagi muammosi deb o'ylaydi. Yoki xotinni ortiqcha so'ragan iltimosi deb hisoblaydi. Yoki bolasini injiqligi deb hisoblaydi. Faktiski tegidayotgan narsa o'sha ota-onadan juda qattiq xafa bo'ladi. Lekin uni ota-onasiga ayta olmay, xotindan alamini oladi. Bunaqa vaziyatda albatta o'tirib, eri bilan haqiqatni anglash kerak. Anglash kerak buni. Erini anglashiga yordam berish kerak.